Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçı qarindaşlar. Vahiy penceresi programımızның 24-cü sanaga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Hürmetlik qarindaşlar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda İslam şehidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on soyisida nomli tafsirining birinchi parasininki tafsirini, sharhilarini diqqatinglarga sunib kelyapmiz. Biz o'tgan sondagi 23-cü son programımızda Sura Baqaraning 75-oyatidan 103-cü oyatigacha bo'lgan oyatlarning sharhisini o'tgan soat va uning oldidagi programmalarımızda so'zlab kelayotgan edik. Bugungi programmamizda ham o'tgan soatda kelgan yerimizdan boshlab, ya'ni yana shu Sura Baqara 75-oyatidan 103-cü oyatgacha bo'lgan oyatlarning sharhisininki tafsiloti tugamagan edi. Inshaalloh bugun yana shuning oxirini davomlashtiramiz. Diqqatinglar radiomizda bo'lsin. Mikrofon oldida qarindoshinglar Abdullah Yalqun. Hürmetli radyo anlıqçılar, bugun diqqatinglarda bo'lgan birinchi kichik mavzu bo'lsa, ahda. Ondan xitobning yo'nalishi payg'ambar alayhissalom tarafga burilib, nozil qilingan haqiqatlar bilan ro'shan alomatlar ustida mahkam bo'lishi kerakligini. Payg'ambar alayhissalomning nozil qilingan alomatlar, nozil qilingan oyatlar va ro'shan alomatlar ustida mahkam bo'lishi kerakligini, buzuq pasixlardan boshqa hech kishi uni inkor qilmaydiganligini uqtirdi Alloh. Hamda Bani Isroilga ogohlantirish berib, ularning mayli Allohga bergan ahdisi bo'lsin, mayli sobiq payg'ambarlarga qilgan ahdisi bo'lsin, mayli oxirgi zamon payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga qilgan ahdisi bo'lsin, hech bir ahdisiga vafo qilmaydiganligini tanqidlash bilan birga, ularning yanadagi barliq samoviy kitoblarni tasdiqlaydigan shuncha esil bir kitobni chetga qo'yayotganligini ayiblaydi. Ya'ni Qur'oni Karimni ham chetga qo'yayotganligini ayiblaydi. Alloh bu haqda Qur'oni Karim Sura Baqaraninki 99-oyatidan 101-oyatigacha bo'lgan oyatlarda shunday deydi. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Şübhisizki biz sana ro'shan haqiqatni ayon qiladigan oyatlarni nozil qildik. Ro'shan oyat, ro'shan dalillarni bayon qilib beradigan oyatlarni nozil qildik. Ularga agishishni faqat fasixlarla inkor qiladi. Acaba her qachon ular birer ahdi qilsa, bir turkimi uni buzib kelmadimi? Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi chin qalbi bilan iymon keltirmaydi. Ularga Alloh tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan va quvvatlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, bu ahli kitoblar xuddi hech narsa bilmaydigandek Allohning kitobini orqaga cho'rib qo'yishadi. Ularning hali bu. Bu yerda Alloh tarafdan nozil bo'lgan ro'shan oyatlarni Bani Isroil qavmining inkor qilishidagi sabablar tafsili bayon qilinmoqda. Ya'ni bular buzuqlik va fasixlikka mubtalo bo'lgan va tabiat xarakteri chiriklashgan kishilar edi. Chunki sog'lom tabiatli kishilarning bu oyatlarga iymon keltirmay boshqa chorasi yo'q. Qalbida tarsolih bo'lmasa, bu oyatlar o'zini o'zi qabul qildiradi. Yahudilarning uningga kufrlik pozitsiyasi tutishidagi sabab qandaqdir Qur'on oyatlarining dalil kuchi kam bo'lib qolganligi yoki ularni qoyil qilolmaganligi emas, balki asli sabab ularning mijoz xarakterining buzilib bo'lganligi
va buzuqchilik, fosiqlikka mubtalo bo'lib bo'lganligidir. Ondan xitobning yo'nalishi musulmonlarga va boshqa butun insonlarga buriladi. Yahudilarni ayblab, ularning razil sifatlaridan birisi bayon qilinadi. U bo'lsa-mu, Yahudilar shundoq millatki, ular iflos mutaassibligining va xilma-xil xohishlarining kaynidilla chopadi. Muayyan bir fikr ustida birlikka kelmaydi. Bergan ahdisiga vafo qilmaydi. Ular Allohning hech bir arg'amchisiga mahkam esilmaydi. O'zining milliy manfaatiga nisbatan shu qadar shaxsiyatchi ekanki, o'zlaridan boshqalarga Allohning fazl rahmati nisb bo'lishini qat'iy ravo ko'rmaydi Yahudilar. Ular mana shundoq milliy mutaassiblikka ega turibmi, yanada o'zaro ittifoq bo'la olmaydi. Hatto bir-biri bilan o'zaro qilishgan ahdilarga vafo qilishmaydi. Ular qandoqli chog'da biror puxta ahd qilsa, orasidan ma'lum guruh bichib, uni buzib tashlaydi. Hammaylarning birlikda chiqargan qaroriga uchiq holda xiloflik qilishga boshlaydi. Awa kullama ahadu ahdan nabazahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Acaba har qachon ular biror ahd qilsa, bir turkimi uni buzib kelmadimi? Balki ularning, ya'ni Yahudilarning to'lisi chin qalbi bilan iymon keltirmaydi. Shundoq. Ular tur tig'ining ostida Allohga puxta va'da berib, orqadan xiloflik qilishgan edi. Muhammad alayhissalomdan ilgirki payg'ambarlar bilan qilishgan ahdlariga xiloflik qilishdi. Hamda Madinaga kelgandan keyin Muhammad alayhissalomga qilishgan ahdisini bir chetga qayirib qo'yishdi. Vaholanki, u kelishimda ular bilan ba'zi shartlar ma'qullangan edi. Shundaqdimi, ular oldi bilan payg'ambar alayhissalomning dushmanlariga yordamlashdi. Payg'ambar alayhissalom o'ttirg'i qo'ygan tuzumni ayblashga boshladi. Musulmonlar orasiga ittifoqsizlik selishga tirishdi. Halbuki bu ishlarning hammasi Madina ahdnomasiga butunlay zid edi. Mana bular Yahudilarning iflos odatlari bo'lib, musulmonlarning odati butunlay boshqacha edi. Ya'ni buni payg'ambar alayhissalom bayon qilib, mundaq deydi: "Al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum yas'a bi zimmatihim adnahum." Musulmonlarning qini tang barobar. Boshqalarga qarshi hammaylan bir-biriga madadkor. Ularning eng odatlikisimi hammaylanga vakolatan amonlik beralaydi. Ular qandoqli birisi bilan ahdlashsa, ulardan hech birining uningga xiloflik qilishiga va ahdini buzishiga qat'iy ruxsat qilinmaydi. Ya'ni Rasulullohning bu so'zining sharhisi nima deganda, ya'ni mu'minlarning ichida qandoqli birisi boshqa birisi bilan ahdlashsa, ulardan hech birining uningga xiloflik qilishiga va ahdini buzishiga qat'iy ruxsat qilinmaydi. Umar radhiyallohu anhuning xalifalik davrida askarlarning bosh qo'mondoni Abu Ubayda radhiyallohu anhu Iroqdagi bir yeziga bizning bir qulimiz amonlik beribdi. Endi qanday qilishimiz lozim deb maktub yo'llagan edi. Umar radhiyallohu anhu uningga Alloh taolo ahdiga vafo qilishni nihoyatda ulug' farz qilib belgilagan. Shunga sizlar o'z va'danglarga amal qilmoqcha sizlarni vafodir degili bo'lmaydi deb javob bergan. Shuning bilan mazkur ahdiga amal qilinib, shu rayon xalqi o'z holiga qo'yib berilgan. Mana bu rostchil, qoida qonunliq isil jamoatning sifati bo'lib, buningdan nachar Yahudilarning axloqi bilan rostchil, qoidalik musulmonlarning axloqi o'ttirsidagi farq nihoyatda uchuq oydinlashgan holda o'ttirga chiqadi. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ularga Allah tarafidan qo'llaridagi kitobni tasdiqlaydigan va quvvatlaydigan bir payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom kelsa, bu ahli kitoblar xuddi hech narsa bilmaydigandek Allohning kitobini orqaga cho'rib qo'yishidi, deydi Alloh subhanahu va taolo. Ya'ni bu va'daga xiloflik qilishning bir misoli bo'lib, uni Yahudilarning bir firqasi sodir qilgan edi. Alloh taolaning ulardan olgan ahdisida bundan keyin qandoqli payg'ambar avatilsa, sizlar uningga iymon keltirasizlar.
uningga ehtirom bildirsizlar, uningga hamkorlashsizlar degan bir modda bor edi. Alloh taolo oxir zamon payg'ambarini Qur'oni Karim bilan birga avatgan chaqda bo'lsa, ahli kitoblarning bir firqasi u ahdini chatga ittirib qo'ydi. Shunda qilib, ular birinchidan oxir zamon payg'ambari haqida bishorat berilgan o'z kitoblarini va ashu bishoratlarni inkor qilgan bo'lsa, ikkinchidan payg'ambar alayhissalomga nozil bo'lgan yangi ilohiy kitobni rad qilgan bo'ldi. Bu oyatda ahli kitoblarga yushrun bir ta'na qilishmi ko'zi tutilgan. Ya'ni navoda mushriklar Allohning kitobini rad qilgan bo'lsa edi, ancha ajablanarlik ish bo'lmagan bo'ladi. Biroq bu badbaxtlar o'zi ahli kitob turibmi uni rad qildi. Vaholanki ular payg'ambarni va payg'ambarlikni obdan bilishadi. Har doim hidoyat buluqi bilan aloqasi bo'lib kelgan va doim chirog'ning yenida bo'lib kelgan edi. Biroq ular ma'rifat egasi bo'lgan turuqliq qanday qildi? Allohning kitobini orqaga cho'rib qo'ydi. Ya'ni inkor qilib, uningga amal qilishni tashladi. Ular Allohning kitobini o'z hayotidan va fikr dunyosidan chiqarib tashladi. Qur'oni Karimning tasviriy ifoda uslubi hukmni ma'no doirasidan chiqarib, amaliyat doirasiga yo'tkab keladi. Ularning qilmish atmishlarini jonliq shaklda aks ettirib beradi. Ular shu qadar qabih va yirginishlik shaklda tasvirlanadiki, hamma yeridan inkorchiligi va bilib turib rad qilishlari ko'rinib turadi. Bu tasvirda ular intayin napok qalb, hamoqatlarcha ko'z qarash, osiylik, maynatchilik va xorliqning mujassimi bo'lib ko'rinadi. Bu tasvirda insonning xiyoliga go'yo bir qo'l harakatlanib, Allohning kitobini orqaga cho'rib qo'yayotgandek ko'rinishlar kelishga boshlaydi. Xo'sh, qarindoshlar, endi tuvanda yangi bir mavzurimiz Allohning kitobidan yuz o'rganlar. Xo'sh, undan nima bo'ldi? Ajiba qo'llaridagi kitoblarni tasdiqlaydigan Qur'onni orqaga cho'rib qo'ygandan keyin uningdan yaxshiroq biror narsa topdimi yoki uningdan texmi go'zal biror kitobga murojaat qildimi? Va yoki bo'lmasa Qur'on tasdiqlayotgan kitoblariga qaytdimi? Ya, bularning hech birisi bo'lmadi. Ular muayyan bir haqiqatni asos qilmagan xurafiy afsonalarning keyniga kirish uchun Allohning kitobini orqaga cho'rib qo'yishdi. Allah Sura Baqaraning 102 va 103 oyatida shunday deydi. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ular Süleyman'ның padişahlık zamanındaki şeytanlarının sihirgerligiga oid so'zlarga ergashdi. Süleyman sihirger bo'lg'ini va sihir o'g'inish bilan kafir bo'lg'ini yo'q. Lekin shaytonlar kishilarga sihir o'g'itib kafir bo'ldi. Ular Babildagi Harut Marut deyiladigan ikki farishtaga nozil qilingan sihirni o'g'itdi. Bu ikki farishta biz kishilarni sinaymiz, kafir bo'lmagan demigicha hech kishiga sihir o'rgatmaydi. Ular bu ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni, ya'ni sihirgerlikni o'rganatdi. Ular sihir orqali Allohning ruxsatisiz hech kishiga ziyon yetkazolmaydi. Halbuki ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganatdi. Yahudilar
Tavratni tashlab sehrni setib olg'uchiga oxiratda Allohning rahmatidan va jannatidan hech nasibi yo'q ekanligini obdan biladi. Ular jonlarining badiliga setib olgan narsasining, ya'ni o'zlari uchun sehr o'ginishni tanlashining ajabmi yomon ish ekanligini kashki bilsa edi. Agar ular iymon keltirsa, sehrni tashlab Allohdan qo'rqsa, ular uchun Allohning dargohidagi savob albatta yaxshi edi. Kashki ular buni bilsa edi. Ular qo'llaridagi samoviy kitoblarni tasdiqlaydigan Allohning kitobini qo'yib, Sulaymon alayhissalomning davridan qolgan jinlarning o'ydirma hikoyalariga ergashdi. Sulaymon alayhissalomning nomidan jinlar o'ydirgan yolg'onlar bilan kishilarni aldadi. Jinlar Sulaymon alayhissalomga qari chaplab, Sulaymon nihoyatda katta sehrgar bo'lib, u hamma narsani o'zining sehrgarlik ilmiga tayinib bo'ysundirgan edi deyshadi. Qur'oni Karim Sulaymon sehrgar edi degan bu botil qarashga raddiya berib, "Va ma kafara Sulaymon, Sulaymon kafir bo'lg'uni yo'q" deydi. Ya'ni sehrgarlikni Qur'oni Karim kufrluq deb hisoblaydi. Shunga Sulaymon alayhissalomni axlab, sehrgarlikni u emas, balki shayotunlarning o'zlari qilganligini bildirib, "Walakinna shayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra." Lekin shayotunlar kishilarga sehr o'gitib kafir bo'lishgan edi deydi. Bu yerda Qur'oni Karim yana u ikki farishtaning Allohning hikmatlik sirlaridan biri ekanligini, butun xalq ommasiga sinoq ham fitna qilib avatilganligini, ularning yeniga sehr o'ginish uchun borganligi kishilarga ularning oldin ola ogohlantirish beradiganligini bayon qilib, Qur'oni Karimda shunday deydi-ki, "Vama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Har qanday chaqda uni ta'lim bersa, oldi bilan biz bir sinoq, sen kafir bo'lib qolmag'in deb uchuq ogohlantirish beradi deb bayon qiladi. Qur'oni Karim bu yerda sehrgarlikka qarata yana qaytadan kufrluq deb baho bermoqda. Shundaqla uning kufrluq ekanligini mazkur ikki farishta Harut va Marutning tili bilan jakarlamoqda. Qur'on yana farishtalar uchuq ogohlantirib tursa-mu, ba'zi kishilarning ulardan sehr o'ginimiz deb ching turib olganligini, ular shuncha ching turib olgan bo'lg'achqa Alloh taolo ularga bu darvozani ochib berganligini aytib beradi. "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi baynal mar'i va zawjihi." Shundaqdimi bular u ikkisidan xotinni bir-biridan ayirib etadigan narsalarni o'rganadi deydi. Vaholanki farishtalar ogohlantirayotgan yomon ish dal ashu edi. Qur'on bu yerda vaziyat sharoitga moslashtirgan holda islom aqidasining asosli prinsiplaridan birisi tarafga diqqatni tortadi. U bo'lsa-mu, koinotda Allohning iznisiz va irodasiz bir tal yupurmoqning harakat qilolmaydiganligidan iboratdir. Allah deydi-ki: "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah." Aniqki, ular Allohning iznisiz hech kishiga u orqali ziyon yetkazolmaydi. Hech kishiga. Demak, Allohning izni va irodasi bilan sabablar o'z rolini joriy qildiradi va natijalar borliqqa keladi. Bu islom tasavvurining intayin muhim olam shumul umumiy qoidasi bo'lib, har qanday bir mu'minning qalb idisida uchuq yer olgan bo'lishi lozim. Qarindoshlar, nihoyat diqqat qilib, nihoyat mingimizning, qalbimizning eng cho'nqur qatlamiga yezishimiz kerak bo'lgan jumla. Allohning izni va irodasi bilan sabablar o'z rolini joriy qildiradi va natijalar borliqqa keladi. Bu nima degan vaqtimizda, bu islom tasavvurining intayin muhim olam shumul umumiy qoidasi bo'lib, har qanday bir mu'minning qalb idisida uchuq yer olgan bo'lishi lozim bu e'tiqod. Bu aqidani o'ttirg'i qo'yishning eng yaxshi fursati mushi bo'lib, uning misoli shuki, navoda siz qo'lingizni o'tqa tiqsangiz,
u cho'qim kuyidi. Ammo bu kuyish Allohning izni va irodasisiz hargiz mumkin emas. O'tqi kuydirish va qo'lg'i kuyish xususiyatini Alloh taolo bergan bo'lib, Alloh qachon xolisi bu xususiyatlarni amaldan qoldira oladi. İbrahim alayhissalomning voqeasidami amaliyat dal shunday bo'lgan. Demak, ayolni bir-biridan ayirishda ishlatiladigan sehrgarlikmi shuningga o'xshaydi. Agar Allohning irodasi va izni bo'lmaydi ekan, uning hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Allohning irodasi va hikmati shuni taqozo qilmagan ahvolda sehrning ta'sir kuchi qat'iy oqmaydi. Biz toki bugunga qadar bilib yetgan butun sabablar va barliq ta'sir kuchlarining hammasining ahvolimi yana shunday bo'ladi. Ularning ichidagi har bir sababga Alloh taolo maxsus bir xususiyatni yerlashtirgan bo'lib, u Allohning irodasi va izni bilan o'z rolini joriy qildirmoqda. Alloh taolo bu sabablarga shu xilma-xil xususiyatlarni qandoq ato qilgan bo'lsa, yana shundoq tartib ola oladi degan bu e'tiqod, bu tushuncha qalblarimizning eng chunqur qatlamlarida bo'lishi kerak qarindoshlar. Ondan Qur'oni Karim ular o'rgangan narsaning, ya'ni ayolni bir-biridan ayiradigan sehrning mohiyatini ochib bayon qiladi. Qur'oni Karim bu sehrgarlikning ular uchun hech bir foydasi yo'qligini bayon qilib, va yata'allamuna ma yadurruhum va la yanfa'uhum. Ammo shundaqdami ular o'zlariga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganadi deydi. Ya'ni ular mubtilo bo'lgan azg'unlikning kufrluq deb atalganligining o'zila u ishning butunlay ziyonliq ekanligini va uningda hech bir manfaat yo'qligini isbotlashga yetarli paket edi. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Ular aşu narsalarning xaridori bo'lganlarga oxiratda hech nasiba yo'qligini obdan biladi dedi Qur'oni Karimda. Navodi kishi qilayotgan ishining natijasida oxiratdagi butun yaxshiliklardan mahrum qoladiganligini bilib yetgandan keyinmi yana ilgirki ishini davomlashtirdi ekan, u go'yo o'zining oxiratligini qasdan xarob qilayotgan, kelgusidagi butun yaxshiliklardan o'zini o'zi mahrum qilayotgan bo'ladi. Bu nima uchun? Bu bir qancha kunlik mushuh qisqagina hayotda bo'lishcha payiz surib olish uchundir. Bularning qilayotgani nima degan nachar savdo Vaholanki ular bu savdoning mohiyatini nihoyatda yaxshi biladi. Wala bi'sa ma sharu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ular jonlarining badaliga setib olgan narsaning ajabmu yomon ish ekanligini bilsa edi kashki deydi Alloh subhanahu va taolo. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Agar ular iymon va taqvolikni tanlagan bo'lsa, Allohning dargohidagi erishadigan ajr albatta ular uchun ko'p yaxshi edi. Kashki ular buni bilsa edi. Bu so'z Babildagi mazkur ikki farishtadan sehr o'rganganlarning va Sulaymon alayhissalom davridan qolgan shayton qissalariga agashganlarning ahvoliga nihoyatda uyg'un bo'lib, bunda qilganlar Allohning kitobini orqaga cho'rib qo'yib, yolg'on, razil narsalarga agashgan yahudiylardan boshqalar emas edi. Mehribon Rabbimiz Alloh subhanahu va taolodan bugungi zamonimizda ham cemiyetimizde hem her yerlerde anlap kelayotgan bu en insanını küfürlük dinden çıkarıp taşlaydigan bu sihirgerlikten ibaret, sihirden ibaret bu narsaga yıkılışış, anlaganlarımızga işeniş, o taraf onunla mubtila bulup qilishdan Allah subhanahu ve taalaning güzel rahmeti bilen Allah bizni bu necis amelden mengü Rabbimizga uchrashgacha yiroq tutishini, bundan bizni muhofaza qilishini Rabbimizga tovanchilik bilan sig'inib tilaymiz. Qadrli qarindoshlar, bugun vaqti munosabati bilan Vahiy panjarasi programmamizning 24-soni mushu yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelar qitimqi yangi programmamizga kirishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, butun dunyodagi barliq musulmon qarindoshlaringiz uchun
shundaqla kamini ojiz uchun ijobatlik duolaringlarda duo qilib qo'yishinglarni chin qalbimdan umid qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.